Vodiyda 3000 so'mdan ekan sutkasiga, Toshkent, Vohada 5000 so'm atrofida ekan. Xorazm, Qoraqalpog'istonda esa qadrdonlar sutkasiga 10000 so'mdan arendaga lesa berilyapti ekan. Agarda mana shu arenda biznesini sizdan boshlaydigan bo'lsalar, qadrdonlar bir 4 oy, 5 oyda lesani o'zi puli chiqaradi va plus yana bir 10 yil sizga daromad keltirib turadi. Ya'ni bu degani arenda biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun eng arzon narxlarda sifatli lesalar ishlab chiqarish zavodiga yetib kelganmiz. Bu yerda bir kuniga 100 tadan 150 tagacha lesa ishlab chiqaradi ekan. Narxlarga keladigan bo'lsak, narxlari xo'sh, 1 metrligi narxi 520 ming so'm. Ikkita oyog'i, ikkita X kashagi, bitta paddoni bilan 520 ming so'm. 2 metrligini narxi esa qadrdonlar 620 ming so'mdan dastavkalar butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda yetkazib berishadi. Agarda menga qo'shimcha paddon qo'shib olaman deganlarga, ya'ni bittadan paddon qo'shib olaman deganlarga, paddonning o'zining narxi 190 ming so'm. Agarda bez paddon olaman deganlarga, mana shu aytilgan narxdan minus 190 ming so'm ayirib tashlaydi ekan. Kimga shunaqangi arzon lesalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Dehqonobod, Kaminterindan bo'lyapti.